Yo, barcha salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men yana Shahrisman. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, tinchmisizlar obunachilar. Bugun mana so'rasanglar ajoyib. Buni qaranglar. Ko'rib turganingizdek ortimda millioner turibdi. Ha, obunachilar, millioner kelgan. Millioner mendan nima xohlaydi bilmadim. Shu sababdan millionerni ko'rgandan siraz mana bu kamerani yoqdim va birdan millionerni oldiga boramiz. Xo'sh, nima xohlar ekan? Meni chaqiribdi millioner. G'alati. Oho, bu yerda qo'riqchilari bor, juda ham g'alati. Okay, xo'sh. Mayli. Assalomu alaykum janob millioner, yaxshimisiz? Salom. Okey, xo'sh, nima uchun keldingiz bu yerga? Shahid bo'lsang kerak, to'g'rimi? Ha, albatta men shaxsman, hamma tanishadi, men youtuber-ku mana. Xullas, sirazi maqsadga o'taman. Nima ekan, nima imzo qo'yib berishim kerakmi? Ya buncha pullar. Buncha pullar nima uchun? Nimaga bunday ko'p pullar? Tushunmadim. Xullas, sen pul chiqazadigan mashina sashib bo'larkansan. O'sha mashinadan menga yashlab berishing kerak. Siz qayerdan bilasiz? Tushunmadim. Men faqat bitta do'stimga aytdim. Balkim o'sha kelib aytgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi sizga? Balki bo'lishi mumkin. Xullas, Bu X tak pulingiz yetmaydi. Men bu ortdagi men bu olmoslar ham mengami? albatta. Oy. Mashinadan chiqqan pullarni 50 qilamiz. Mashinadan chiqqan pullarni 50 qilamiz, to'g'rimi? Albatta. Albatta, bo'ldi bo'lmasa, mayli siz nima desam bo'ladi, dam olib turing, men bu barcha pullarni olaman deb kerakli materiallarni olaman, xo'pmi? Siz meni uyimga dam olib turishingiz mumkin. Haylani yerda meni uyim, ko'zingiz ko'ryapsizmi? Yaxshi. Bo'ldi, jigar bo'ldi. Siz olib qo'riqchilaringizni ham olib ketavering. Men bo'lmasa bularni barchasini olib narsalar zakaz qilaman. Yo, obunachilar, mana ko'rib turganingdek, mana bu ortimizda nima desam bo'ladi, mana bunaqa, короче, yashik bor va bu yashikning ichida bizni zakaz qilgan barcha narsa keldi, obunachilar. Juda ham kutdim, lekin mayli hech qilsa yo'q, hali qorong'i tushgani yo'q. Okay, ko'rishingiz mumkin, ichkarida juda ham zo'r kerakli narsalar bor biz uchun. Bu narsalarni olamiz, lekin bundan oldin hozir pullarimiz ortib qolganda, bu pullarni hozircha bermay turamiz. Bu pullar kerak bizga. Mana buni qaytarib berishimiz kerakmi? Yo'q, mayli. Bu millioner nima qilib o'tiribdi ekan? Mana bu yerdami? Desam, bu millioner mana narsalarimni ajoyib gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r qilib qo'yibdi demayman. Ey millioner, tur o'rningdan, tur. Nima qilib qo'ydingiz mana bu yerdagi mana narsalarimni? Yo'q, prosta men unaqa joyda yotishga o'rganganman-da, o'zimga moslab qo'ydim. Nima bu? Siz aytyapsizki, meni uyim musor deyapsizmi? Tushunmadim. Men shu yerga yotaman-ku. Balki bo'lishi mumkin. Barcha narsani to'g'rilab qo'ying. Men sizga pul yaratadigan, men bu moslama, men bu qurish uchun narsalar olib keldim. Yuring tashqariga undan ko'ra, o'rganib oling. O'rgataylik obunachilar, shu bir savob bo'ladi, o'rgatsak. Ko'tarib olamiz. Ket. Og'irligini. Ko'tarish yormaydi ham, mana bu bori shunchalik insofsiz boy bo'ladimi? Pulini berganman, qil o'zing. Shunaqa insofsiz boylardan bo'ladimi obunachilar? Mayli. Bu boylarga bir insof berishdim. Mayli. Bizga hozir birinchi o'rinda mana bular kerak bo'ladi. Okay. Qanday qurilardi? Esimdan chiqib ketib qoldi. To'xtanglar, mana bunday qilib qurilardi. Okay, mana shunday qilib qurilardi. Bu yerga mana bunday qilib qurardik. Bo'ldi, esladim obunachilar. Hozir xavotirga o'rin yo'q. Hozir mana bunday qilib qurib olamiz. Yaxshi. Ana endi janob, mana bunaqa bloklaringizdan yo'qmi? Yetmay qoldi menga. Kerak edi. Yo'qmi? Beravering. Inventaringizga qarab oling-da, bizga mana bulardan kerak bo'lyapti. Obunachilar, yetmay qoldi-ku men zakaz qilgan narsalar, ya'ni men janob bergan pul yetmay qoldi. Boring. Davay bering. Necha stak bo'ldi. Janob, bunchalik ham ko'p. Bu milliarderda obunachilar, bu shunchalik milliarderligidan bu yana shunchalik ko'p pul olgisi kelyapti. Odamni nafsini to'ydirib bo'lmaydi deganlaridek, mana bu bilmadim. Okay. Hozir men buni endi qanday qilib ichkariga kiraman? Hozir men ichkariga kirmoqchi bo'lsam, mana bu narsalar buzilib ketadi. Bir normal kirka bering, mana bunaqa. Qanaqa usuldagi kirka bu? Hozir hamma narsa buzilib ketadi. Ya'ni bo'lmabdi obunachilar, bo'lmabdi. Okay, xo'p, yaxshilab o'rganib olinglar obunachilar, sizlarga ham kerak bo'lib qoladi bu narsa. Chunki
Bu juda ham muhim narsa, obunachilar. Bu juda muhim. Okey, mana bunaqa qilib olamiz. Eh. Oy, katta rahmat. Mana shu kerak edi menga. Okey, bo'ldi. Janob, mana sizni mana bu kelkangizni olishingiz mumkin. Hozir mana bu yerga mana bunday qilib qo'yamiz, bu yerga mana qilib qo'yamiz va bu yerga mana bunday qilib qo'yamiz va bu yerga mana bu ulaymiz. Va endi mana bu yerdan simni tortishimiz kerak. Sim mana bu yerga edi. Okey. Xo'sh, simlarni olamiz obunachilar. Juda ham zo'r, ajoyib bo'lmoqda obunachilar. Qaranglar, juda ham zo'rligini. Qaranglar. Hozir simni qaranglar nima qilamiz. Qayerdan qo'ysam ekan, mana bu yerdan qo'yamiz. Mana bloklarni tirs mana shunday qo'yib qo'yamiz. Ajoyib simlar bo'ldi. Ishlayapti menimcha. Xo'sh, ishlayapti. Kompyuter yoqaylikda. Xo'sh, ishlayapti. Adashmasam ishlayapti ajoyib. Ana endi hozir ichkariga bizga kerakli narsalarni qo'yishimiz kerak edi. Xo'sh, birinchi o'rinda akkumulyatorni qo'yishimiz kerak edi. To'xtanglar, mana buni buzib turaydi. Mana buni buzmasam bo'lmaydi. Akkumulyator qo'ymasak qanday qilib tok kelishi mumkin? Hoppa, mana bu yuqoriga qo'yib qo'yamiz. Simlar joylashdi. Simlar joylashdi obunachilar. Endi buni bilmadim qanday qilib qo'ysam ekan. To'xtanglar-da. Вообще-там bularni buzib yuborish kerakmi deyman-da, nima deb o'ylaysizlar? Mayli, bo'lmasa bularni buzaylik-da. Hozir buzamiz-da, hozir buni boshqacha qilib quramiz. Qaranglar. Bunday qilib quramiz. Hoppa. Yo'q, xato qildim. To'xtanglar. Hoppa, mana bunday qilamiz-da. Mana shu yerga mana bunday qilib qo'yib chiqamiz. Oy, ehtiyot bo'lamiz. Bu tarvoryapti-ku, mayli, to'xtang. Oba, ajoyib bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu mana bunday qilib pullarni qilib chiqarar, ko'ryapsizlarmi? Men yurganim yo'qman, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi mana bunday qilib qo'yamiz-da, buni mana bunday qilib yopib qo'yamiz. Xo'sh, chiroy bo'lishi kerak. Chiroy bo'lishi kerak obunachilar. Chiroy bo'lmasa bu yerda vashshe qanday qilib pul qurishimiz mumkin. Xo'sh, ana endi mana bu yerga tutaylik. Mana yonib ketishi mumkin, bu qizib ketsa mana buni o'chirasiz, tushundingizmi? Durust qilib, tushundingizmi? Men ushlab turing, tushundingizmi? Toza bitta ish qilishni ham eplolmaysiz, vashshe tushunmayman sizga. Okey. Bo'ldi. Ana endi. Hozir nimaga bunday sabr qilish bilmaysan? Menga nima urushmoqchi bo'lyapsiz? Men urushmoqchi bo'lyapsiz hozir men. Men sabr qilish. Mana buni ko'ryapsizmi? Hozir. Sizga men pul quradigan quryapman-ku, nima ahvol bu? Qo'rib bo'lmasa ham sotmay. Obunachilar bo'la vashshe o'zidan ketibdi-ku. Hop, mayli. Ichkariga xo'sh, nima bor ekan? Men bularni olamiz. Chiroy uchun obunachilar va mana bularni olib. Men pullarni kim qo'ydi mana bu yerga? Okey, mayli. Ana endi ishlashdan oldin buni mana bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, mana hozircha o'chib turibdi obunachilar. Hozir ishlatmay turamiz. To'xtanglar. Xo'sh, yaqin kelmanglar, ehtiyot bo'linglar. Mana bu yerga high voltage qo'yib qo'yamiz. Bu janob bilmadim, qo'li qishyaptimi, bilmadimmi? Ana endi to'xtanglar obunachilar. Mana bu yerga o'tishimiz kerak. To'xtanglar, mana bunday qilib qo'yamiz-da. Buni dirs qilib qo'yamiz. Men blokdan berib yuboring-da, janob, men blokdan. Tez, men blokdan bermasangiz bo'lmaydi, janob. Oba, bu pul qani pul. Opa. Pul mana bu yerga qo'yamiz, ajoyib. Blok qani blok? Blok. Oh my god, janob deb bilmadim bu janobga nima bo'lgan. Okey. Ana endi mana buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Menimcha juda ham zo'r ajoyib bo'ldi. Chiroyliligini qaranglar. Chiroyli bo'lgan qaranglar. Xo'sh, ana endi menimcha barcha narsa to'xtanglar. To'g'rilab qo'yish kerak. Davay, o'lcha, davay. Opa, yaxshi. Okey, obunachilar, hozir sabr qilib turinglar. Hozir pul ishlaydi. Hozir pul ishlasa ham juda ham ko'p pul ishlaydi. Okey. Ana endi hozir kompyuter ko'rsatishimiz kerak. Kompyuter. Okey, hozir kodlayapman janob, qarab turing yaxshilab. Tushundingizmi? Pul chiqadi. Okey, hozir pul chiqishi kerak obunachilar. Xo'sh, hozir o'xshashi kerak. Mana hozir tirs. Redstone deb mana bilan qo'yamiz. Bo'ldi, o'xshadi. Qani. Pul chiqish kerak hozir. Pul chiqish kerak. Agarda pul chiqmasa bilmadim nimaga pul chiqmaydi. Pul nima chiqmayapti? O'xshamayapti. Mana pul chiqdi. Ozginagina pul chiqdi bu chota. Men janob, mana sabr qilib turing. Hozir chiqadi pul. Hozir chiqadi, sabr qilib tursangiz, hozir chiqadi. Davay, chiq. Sharmanda qilma. Mana chiqyapti. Davay. Hop, yaxshi. Ajoyib obunachilar, qaranglar. Pullar otilishini qarang. Mana bu blokdan otilib chiqyapti. Ajoyib. Bu pullarni olamiz. Men janob, mana qancha pul kerak? Qancha pul? Men bloklarni. Yo. Bo'lishi mumkin emas.
Nimaga siz boy bo'lishingiz kerak? Men sizga hozir pul chiqayotganini mana yarmini tashlab turibman, ko'ryapsizmi? Mana to'xtang. Mana men bo'ldi. Mana shular sizga qolgan, ya chiqayotgan qolgan pullar. Davay. Obunachilar qaranglar, bu pul chiqishini bash ko'pmisa ko'p pul chiqishini qaranglar. Juda ham zo'rligini qaranglar. Nimaga bular menga qurolni ana qilib turibdi, tushunmadim. Da, nimaga bular menga? Nima qilmaydi? Okey, mayli. Harakat bo'lsa otib tashlaydi. Oho. Yo, men boyib ketdim, boru. Men boyib ketdim, ishonavering, boru, mer, ishonavering, men qarang, qarab turing. Yo, yana pul chiqyapti. Hozirgina men sizga hozir mer dedimmi, tushunmadim. Adashib aytibordimmi yoki mayli. Bo'ladi endi. Mana oling, men pullarni oling hammasini. Oling bu pullarni. Oling, mana pul chiqyapti. Oling, davay. Oho, uchiraveryapti-ku men sizni. Davay, pullarni chiqishini qaranglar. Okey. Bo'ldi. Yeta. Admin kelib bizani yana aniq qilmasin-da. Admin kelib bizani nima edi, men bu ustimizdan qamab tashlamasin, blok qilib yubormasin, to'g'rimi? Nima uchmayapti? Hozir to'xtang, o'chiramiz. Opa, o'chdi. Ana ajoyib. Ana endi men bularni qurishimiz kerak, bilasizmi shuni? Ha? Men bularni qurib qo'yishimiz kerak. Kimdir kirmasligi uchun, bilasiz-ku, kimdir kirmasligi uchun. Men bilan qurib qo'yish. Ehtiyot bo'lamiz. To'kiryapti. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana shahis bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin obunachilar.